Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamay. Mana navbatdagi obyektimizga fenobeton quyishga kelganmiz. Bu obyektimiz Asaka tumani Qipchoq mahallasida, birinchi Qipchoq deyiladi. Bilganlar bo'lsa. Mana bu uyimiz 2 etajli bino, tomiga quyiladi, ikkinchi etajli, birinchi etaj bilan ikkinchi etajli bo'lingan joyiga, polga quyiladi. Ish jarayonlarini video davomida ko'rsatib boramiz, xudo xolasa. Bu obyektimizning bu tomoni yangi solingan bino. Bu yog'i eski, o'zlari yashashayotgan eski solingan, oldingi solingan uylar. Bu yog'iga quyilmaydi, bu yangi solingan ustiga quyiladi. Ijozkorlarni kecha abidan keyin yozib tayyor qilib qo'yganmiz tomni. Endi xudo xolasa bugun inshaalloh tugatib beramiz. 30 kvadrati 230 kvadrat. Ha, solar insan. Yok, kaçtı yapma. Mal. Bo'lar. Qancha? 13 mingta. Mana qadrdonlar, bu obyektimizni ham yakunlash jarayonida turibmiz. Xohlasa ozgina joyimiz qolgan. Bu tom qismi shu yer qoldi. Endi pastda birinchi etaj bilan ikkinchi etajning orasidagi to'sinni orasiga quyiladi, ichiga. Hozir buni ham ko'rsatib boramiz. Bu tom qismi уже tugadi.
Tom qismi 130 kvadrat. Soat 11:30 bo'ldi. Xudo xolasa 1 soatda ish qoldi. Mana akalar, bu obyektimizni ikkinchi etajda polini ham boshlab oldik. Tomni qo'yib tugatdik. Xudo xolasa. Ikkinchi etajda poli. Bu manaqa lagani orasiga qo'yilyapti, to'sinni ichiga. Bundan buni qilinishidan maqsad akalar. Bu odam ustida odam yurganda pastga ovoz eshitilmaydi, dupur-dupur bo'lmaydi, shumni to'sadi. Keyin buni ustidan biz qo'yamiz, hozir buni ustidan to'pli pol qilinadi. To'pli pol qilib turib, yana stashga qo'yiladi yana. To'pli polda issig'ini ham pastga berib yubormaydi. Issig'ini ham ushlab turadi to'pli pol. Faqat tepaga yo'naltiradi issiqni ham. Buni vazifasi shu. Bu qalinligi 10 bo'lyapti. Mana shuni ichi to'ladi. Loy bilan to'ladi akalar. Mana akalar, ikkinchi etajda poli mana shu holatda qo'yiladi. Buni qalinligi 9 plus bo'lyapti. 60 mingdan qo'yib beryapmiz. Tomda 6 plus bo'lgan qalinligi, 6-7 bo'lgan 45 mingdan qilib berdik. Mana shu holatda buni to'lishiga 1 sm qoladi atrofida. 1-1,5 sm qoladi mana lagan to'lishiga. Buni bizda laga deyiladi. To'sin laga. Qattiqliklariga javob. Betonni singari qatadi. Garantiya bor qattiqliklariga. Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana navbatdagi ishimizni ham yakunladik. Mana tomiga qo'yilgan. Ikkinchi etajda pol qismi. Birinchi etaj. Endi ikkinchi etajga chiqadigan joy bor. Shu pol qismiga bu mehmonxonalar ichiga bu yoqqa qo'yildi, xudo xolasa. Qalinligi 10 bo'lgan. Qo'yib berdik. Buni ustidan to'pli pol qilarganda keyin 5 sm oddiy stashga qo'yiladi. Buni qilinishidan maqsad to'pli polda issig'ini pastga o'tkazib yubormaslik. Mana bu manaqa temir konteynerni temiridan tashlangan ekan polning. Mana shunga yuk kelmasdan yengil bo'lish uchun qo'yildi. To'pli polda tag qismi bo'ladi endi bu. Ustidan stashga bo'ladi. To'pli polda qo'yib turib, keyin stashga qilinadi. İşlerimiz xudo xolasa chiroyli chiqdi, egalariga topshirdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar.